Assalomu alaykum YouTube obunachilarimiz. Mana bugungi ishimiz zubo frezerni stanokda bo'lyapti. Bu yerda yangi usto keldi zubo frezernikda. Ustomi palmo desa ham bo'ladi bu kishini. Mana cheriyashni zub ochyaptilar. Modeli 5 ekan. Diametri 500 diametrlik zub ochyaptilar ustomiz. Usto lochin bu kishi 5 yillik stajga ega usto egalar bu kishi. Zubo frezerimizda mana bu yoqda ham zub qo'yganlar. Mayda zubo frezerni stanogimizda model 2 30 graduslik bilan qoqotgan ekanlar buni.